olat somsa yeyman deb kuni bilan hech narsa yemadim. Ishonasizlar, bunga qaranglar. Somsalarni вообще zo'r, super chiqdi. Wow, issiq. Mana shu somsani pishirib yeyman deb bozorga borib go'sht olib keldim. Hamma narsasini olib keldim. Endi tayyor bo'ldi. Kuni bilan hech narsa yemadim. Hech kimga bermayman, o'zim yeyman. Qaranglar, qanday zo'r chiqdi somsalar. Voy, tushib ketdi. 100% olat somsani umuman o'xshatib bilmayman, lekin naridan beri mana bunday yesa bo'ladi. Mazza. Turmush o'rtog'imga maqtab yeyman hozir. Turmush o'rtog'im ham yaxshi ko'radi-da. Lekin ko'chada ovqatlanib keldilar. Shuning uchun ko'zlarini o'ynatib tushib ketaveradi. Shunaqa qo'ldan faqat narsa tushib ketaversa, onam aytadilar, kimdir mehmon keladi uyga deb. Non tushib ketsami, narsa tushib ketsa shundoq deb. Mani uyimga ham mehmon keladimi, nima? Somsaga mayli kelaversin. Shunaqa ochman, kuni bilan hech narsa yemadim, olat somsa yeyman deb. Mazza. Ko'rinishi ham o'xshabdi shu safarkisini. Chin dildan mehr bilan tayyorladim. Har doim olat somsalarim o'xshamaydi, kuyib ketadi, yo tuzi o'xshamaydi, lekin bu safarkisi вообще super o'xshadi. Mana kelinglar, olat somsaga birgalikda yeymiz. Yo'q, o'zim yeyman.